Assalomu alaykum. Biz mana Hindistonga mart oyida kelgan edik. 3-mart kuni onamda shu til raki diagnozi qo'yilgan edi. Hindistonga kelib bir 5-6 klinikalarga bordik. Metro klinikalariga bordik, Maxga bordik. Bizga eng yoqqan klinika bu yerda o'sha Arun Pandi degan doktor borligi uchun bizga yoqqan klinika shu bo'ldi. Bular juda ham o'zlarining ishlari mutaxassisi, juda ham qo'li yengil mutaxassis. Bularga kelishdan oldin YouTube'larda ko'rdik, hamda bizning tarjimonimiz tanishtirgandan keyin ularning o'zlari bilan ijodlari bilan, ya'ni ish faoliyatlari bilan tanishib, shu klinikaga kelib onamni operatsiya qildirishga qaror qildik. Doktor Arun Pandidan minnatdormiz, hamda uni jamoasidan, mana shu klinikadagi barcha xodimlaridan, farroshdan tortib vrachigacha minnatdormiz. Oyimga juda ham yaxshi qarashdi. Ayniqsa Arun Pandi juda ham bag'ri keng, mehribon, qo'li ochiq, shu o'z ishini mutaxassis bo'lgani uchun onam mana tez kunlarda oyoqqa turib ketdilar. Minnatdorchilik bildiramiz. Перевязка qilgan bolaga minnatdorchilik bildiramiz. Tarjimonimizga minnatdorchilik bildiramiz. Hammalarga kattakon rahmat. Barcha shu bemorlarni, hech kim bemor bo'lmasa avvalambor, bemorlarni shu metro klinikasiga kelib ko'rinib ketishingizni hamda vrachlari bilan tanishib operatsiya qildirishingizni taklif qilib qolamiz. Katta rahmat.